Xushxabar, Ramazon hayiti sanasi e'lon qilindi. Assalomu alaykum, xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz video ostiga like bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Muborak Ramazon hayitini nishonlash to'g'risidagi qarorni imzoladi. Mazkur qarorga ko'ra O'zbekiston musulmonlari idorasining bu yilgi Ramazon hayiti 20-mart juma kuniga to'g'ri kelishi haqidagi axboroti ma'lumot uchun qabul qilinib, mamlakatimizda 2026-yil 20-mart kuni Ramazon hayiti bayrami sifatida keng nishonlanishi belgilangan. Prezident qarori bilan Ramazon hayitining birinchi kuni 20-mart juma kuniga to'g'ri kelishi haqidagi O'zbekiston musulmonlari idorasining axboroti ma'lumot uchun qabul qilindi va shu kuni hayit bayrami keng nishonlanishi belgilandi. 20, 21 va 22-mart kunlari barcha uchun dam olish kuni bo'ladi. 23-mart dushanba kuni esa haftada 5 kun ishlaydiganlar uchun dam, 6 kun ishlaydiganlar uchun esa ish kuni bo'ladi. Xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz like bosib kanalimizga obuna bo'ling.